Assalomu alaykum, yaxshimisiz? Aka, mana shu yerda to'xtatib keting. Senim jinnimisiz? 3 kilometrdan kelyapsiz dedim. Nima deganingiz bu? Aka, bo'ldi, men sizga pulni beraman. Mashina ham kelyapti. Menga qara, Matiz chaqirdingmi? Ha, Matiz chaqirdim. Ne Matiz chaqirasan? Sen komfortliroq mashina chaqirmaysanmi? U ham boradi, bu ham boradi-ku. Aka, nima farqi bor? Boplabsan kam. Yandexslar chaqirdinglarmi? Ha, aka bizaga edi. Qoling aka. Assalomu alaykum. Aka, mashinada petrol qo'yganmi? Bilmayman uka, menga ham shunaqa tuyulyapti. Odamlarga ham hayron qolasiz. 3 kilometrdan zakaz qilishadi, uyga oldiga kelgandan keyin aytmen berib yuborishadi-da. O'sha ham bir insofdanmi? Bir og'iz uzr ham so'rab qo'ymaydi odamlar. Tavba. Hamma mol bo'lib ketyapti. Masjiddanmidi? Aka, o'yingiz ochiladimi? Orqa oynasi. Ukam, meni mazam bo'lmayapti. Tushib qolaman shu yerda bor. Oka, shu to'xtatib yuboring. Aka, men ham chiqib qovuraman. Unda siz bilan. Nech pul bo'ldi bizdan, oka? Aka, o'zi aytgan lakatsizga yetib bormadik. Odamni ovora qilasizlar-da. 20 ming so'm bering. Oka, aytgan joyga borardi. Prosta mashinani ozgina yuvib yurish kerak-da. To'g'risi, ichida it-pit to'lib qolganmi nima balo? Sasib yotibdi. Hayvon olib ketmayapsiz-ku. Odam olib ketyapsiz. Oldingda puling bormi? Ber mashina. Mana hafta 200 ming ekan, oka. U bu hammomga boribmi, cho'milib-po'milib o'zi tozalab oling, iltimos. Shunaqa odamlar ham ko'payib ketgan bor-a. Bu video bilan kimdir nafsini tegish niyatimiz yo'q. Agar sizlarning fikrli bo'lsa, kommentariyada yozinglar, video to'g'ri olindimi yo noto'g'ri olindimi. Ayni damda hozir juda ko'p uchrayapti bunaqa taksida. Iltimos sizlardan sal e'tibor bo'linglar. Inson tashlayapsizlar, hayvon emas. Joningiz sog' bo'lsin, umringiz uzoq bo'lsin. Rahmat.